Alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, Agroeksport kanalini obunachilari va aziz yurtdoshlar, musofir yurtdagi akalar. Mana yashil chukuriga qora qalamchi novdasi, mana natijasi va ko'klab kelish davri. Mana navi Aziya sortidan payvand qilganmiz. Mana payvand qilganman, mana payvandning natijasi va holati. Mana shu ko'chatlarda kasalliklarni tozalab turib, mana barglarida kasallik yo'q. Kasalliklarni tozalanib turib, kimyo preparatlari bilan tozalanib turib, payvand qilingan. Mana holat ajoyib, ko'klash davri. Sizlar ham shunaqa qilsalaringiz bo'ladi. Nimagaki qora qalamcha deb sotuvga chiqarardim, payvandga deb. Mana shu davri keldi. Mana payvandni yashil chukuriga qora qalamcha payvand qilsa bo'ladi. Yashilga yashil, kundaga kundasi zangazang kam bo'ladi, bakteriyasi bo'ladi. Mana shunaqangi payvandlaringizni qilishlaringiz mumkin. Ko'chatlaringiz 2 yillik bo'ladigan bo'lsa, 5 ga 5 2lik ham, yo 5 ga 4 yo 6 ga 5, 6 ga 6 ekilgan bo'lsa, o'shalarga 2 yillik ko'chatlaringizni kasallikni tozalab turib payvand qilsangiz bo'ladi. Va 3 yillik daraxtlaringizga, uzum daraxtlaringizga payvand qilsangiz bo'ladi. Mana payvandni holati va natijasi. Xudo xolasa buni kelasi yil ko'chirib turib ekaman. Aziya degan uzum navi oq damiskiga o'xshaydi. O'ta yirik, qand moddasi 32 brekis va serhosil uzum hisoblanadi. Po'sti yupqa uzum navi. Mana shundan payvand qildik. O'tga e'lon qilingani bor, o'sgan, shuni o'zidan katta tubga ulangan. Bu yil endi dubarakni berish nimasida turibdi. Dubarak 3ta ulangan. Ikkitasi уже duvarak bergan, ikkitasi duvarak bermagan. Hosil nimasi yo'q. Ikkitasida hosil natijasi bor. Salomat bo'linglar. Tashakkur. Podpiska, like bosishlaringizni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Tashakkur.